Boydan beri shu bolani mashinaga o'tirib ketishini poylab turibman. Oyim uyqda ekanlar. Nega sovqotganlar ketkazib yubordingmi? Ha? Necha yoshsan sen? 7 yoshman. 200 ming ishlab uyga ketaman-da. Onam kasal. Qani gapchi? Yo'talaqda oyim. Burning yaxlab qolgan. Qulog'ing ham yaxlab qolgan. Qani qo'lingni ber. Qo'ling вообще yaxlab qolgan ukajonim. Hozir necha pul topsang ketasan uyingga? 200 ming topsam uyga ketaman. Necha pul ishlading? Mana. 10, 25. Hozir 25 ming ishlading. Meni ko'rganimsa meni taniysanmi? Restoran ochganman. Bitta va'da bersang, men senga 200 ming beraman. Ne? Va'da. Boshqa 12 dan keyin ko'chaga chiqmaysan. Sovuq qara. Ha, 12 dan keyin ko'chaga chiqmayman. Va'dami? Men 200 ming senga. Faqat hozir uyga ketasan. Ha, bo'ladi. Xo'p? Men Bu